so'zimizga tak bo'ldi. Bo'lmasa bu tamomla yangi keyslar qo'shilibdi. Men to'g'risi anchadan beri o'ynamayapman, bu вообще kirmayapman. Bugun biza mana shu ko'ramiz. Yangi keyslar yaxshimi yo ochsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Ko'rib chiqamiz. 99 talik keys. Yangicha 99 talik keys qo'shilibdi. Hozir mana ochdim. 99 talik keys ekan. To'g'risi bulpasga ham hech nima вообще kirmayapman. Bulpas mana 1 2 yotibdi. Mana ko'rsataman sizlarga hozir. Qanaqa keys bu? Вообще o'zgarib ketibdi-ku. Yaxshi keys o'xshayapti. Yaxshi keys ekan, olamanmi keys, lekin 99 talik. Lekin 7 shafi yaxshigina ekanda, mana 766 mana shular tushadi aslovni. Mana shansiga qarab o'tirmanglar bo'ldi. Bu saytga kirishlar umuman maslahat bermayman. Только pulinglar uxlatib oladi. Sizlar masalan bulpasga beradi. Bu tekinga o'ynasa bo'ladi-da bu. Tekinga o'ynasanglar u to'g'ri 100 chiqarib ketsanglar bo'ladi. Mana vaqtida rosa chiqazganman, lekin bug bo'lgan payti, bug bo'lishni boshlagan payti shu вообще buldropga qiziqish qolmadi. Menimcha juda ko'pchilikda qolmadi. Hozir bo'ldi. O'zim bu sayt haqida video olmoqchi emasdim. Bunday qarasam kontent qilish kerak ekan. Kontentlar qo'yib berib vaqtincha bo'lsa ham dedim. Mana mana shunaqa video chiqarib olganman. 60 yil tiqilib yotibdi. Pastda bunaqadan 5 emas, 10 ta 15 ta bor. Mana tekinga o'ynasa bo'ladi buni qanaqa qilib promo kod degan narsasi bo'ladi mana. Tugamayapti. Pastga tushib qoldi. Yapchi bola вообще ko'p. Mana shu promo kod deganni ko'rsatsalar nima qilaman shunaqa bo'ladi. Bunaqa. Mayli. Telegram kanal ko'rsatib o'taman sizlarga. Kuchukcha viza o'g'lim yozasizlar. Ishlamayapti. Nima zapis olgandi вообще. Hammasi. Mana shu kanal 250 ta obunachiga tushib ketdi. Salkam 400 taga yaqinlashib qoldi. Mayli. Shu qiziq emas. Lekin shu yaqinda qaytib qolamiz YouTube'ga. Telegramga ham, YouTube'ga ham. Lekin shu bulsa tugaydigan narsa bu. Shu kerak emas. Biz keys haqida gaplashaylik. Keyslar. Vallahi men bulsa вообще o'ynamayapman. Sizlarda bu coin bo'lsa, masalan 300 bu coin bo'lsa, mana Telegram kanalimga o'tinglar. Telegram kanalda bu coinlarni sotib olamiz. Sotib olib, ja qimmat emas, masalan 300 bu coinlarni 20 mingga sotib olaman. O'zim 300 yoki 25 ming so'mga sotib olaman bolalar. Qanaqa keys ekan? Ishtalik. 124 talik ekan. Mana bular shansi вообще yo'q qilib qo'ygan. Bu saytda вообще yutqazasizlar to'lka bolalar. 17%. Shu bular yutqazadigan bo'lsa, bunaqa sayt ochib o'tirmaydi-da. 10 tadan 2 ta odam yutadi yutsa. Shunaqa bo'ladi bolalar. Shana 2 ta qoldimi, nechta qoldi? Mana keyslar qo'shilgan bu
давно обновление bo'lgan payt qo'shilgan. Bu keyslar man bu bir yil yo 2 yil oldin boshlagan bo'lsam, 1 yil oldin boshlagan bo'lsam, mana shunaqa keyslar qo'shilgan yangi yilga yaqin. Bu keyslar oldin to'liq yetirabdi. Hozir sizlar ochib ko'rgan bo'lsanglar, man o'ynayotganlar ko'p baribir. Ochib ko'rgan bo'lsanglar yozib qo'yinglar kommentga menga mana shu keysdan mana shu tushdi deb. Men ham chunki o'sha bulkoyni sotib olib, sizlar uchun video qilaman. Odamlardan sotib olib sizlarga video qilaman. Mana nima 11 bo'lib turibdi. Endi bittaga solib 199 so'm. Men o'zim uchun obzor qilib o'tirdim. Video chiqarish kerak, shuning uchun ham video olib qo'ydim. Yuzta salgan. Yo'q bu. Men shansiga qarab o'tirmanglar, lekin mollar bu hech qachon bir yaxshi narsa bermaydi. 0.01% ham 0.37 yoki men mana shu 3 tadan bittasini beraman 100%. Men o'ynamasam ham bilaman, meni ham berishim mumkin 80 talini. Bu 100% narsaga bo'ldi. Tak. Men bu saytga вообще kirmasligidan maslahat beraman. Chunki bu sayt to'lka qoqadigan sayt. Вообще yutqizmaydi bu sayt. Sizlar azobga olib ketib qoladi, bekorga. Yomon bo'ladi xullas. Azobga kelib qolasizlar, keyin shu bilan ketadi. Bu pas. Bunda ham men o'sha bug bo'lishi boshlagan payt o'sha bu sayt bilan xayrlashganman desa ham bo'ladi, chunki o'shandan beri video olmadim menimcha. Hozir. Tak nima bu keski standoffmi? Keski. Bu pas, buni ham bu pasi bormi? Hammasi bittaga ham. Hammasi bittaga, ya'ni bilganlar kommentga yozib qo'yinglar. Короче, mana o'sha sizlarga maslahat, bonus ham qo'shilgan. Nima bu? Nimalar chiqarib olishgan bular? Ana böyle mashinligini oliy darajasi yo'q. Mana shu короче promo kod yozasizlar. O'sha masalan kanalimga tashlaganim shuni yozasizlar. Olib ishlatib olasizlar. Xo'sh. Bo'lmasa bo'ldi. Buni videoni tugatamiz. Telegram kanalga o'tib qo'yishingizdan chiqmasin bo'ldi. Telegram kanalda har xil nima narsa bo'ladi. Mana bunaqa vekslarni bosibsizlar, aktiv ko'tarib turibsizlar. Mana sizlarga xudo xohlasa tez orada qaytamiz. YouTube'ga ham. YouTube ham adashmasam 10.300 taga yaqinlashib qoldi o'ylar. 10.300 ta. Hozir. Voy bile. Hozir olaman. Sizlarga bitta narsa ko'rsatib o'taman. Bolalar masalan sizlar mana 10.300 taga qancha qo'ygan? 20 ta odam qolibdi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, podpисчик qilib qo'yinglar.